Bu xonadonga kelin bo'lib tushganimga endigina 6 oy bo'ldi. Musiqa erim uzoqda. U bilan to'yimizdan keyin 3 oygina yashash nasib etdi. Ishlari orqaga ketib, katta qarzga botgachib, chetga chiqib ishlab kelmasam bo'lmaydi. Sen onam va akam bilan turib tur deb yo'lga otlandi. Musiqa ketganiga ham 3 oy bo'ldi. Bir oy har kuni telefon qildi. Keyin kunora, hozir esa haftada bir marta zor gaplashamiz. Ahvolim yaxshi, ishlayapman derdi, lekin ovozi hamgin eshitilardi. Shunday qilib bu katta hovillab yotgan uyda 3 kishi qoldik. Men 20 yoshli kelinchak, 50likni qoralab qolgan qaynonam va qaynakam. Qaynotamni hech ko'rmaganman. Erim aytishicha, ular 10 yil avval yurak xurujidan vafot etgan ekanlar. Qaynonam shundan beri bu katta hovliga o'zi egallik qilar. Musiqa bolalarni qattiq nazoratda ushlardi. Uyimizda mendan oldin ham kelin yashagan. Katta kelin, qaynakamning xotini. Men kelishimdan 4 oy avval u o'zini osib qo'ygan ekan. Bu haqda menga hech kim aniq bir narsa aytmagan. Musiqa to'ydan oldin sovchilar kelgandi. Kattasining baxti kunmadi. Xotini kasalmand edi. Vafot etdi deyishgandi. Bu uyga kelgach, qo'ni-qo'shnilardan har xil gap eshitdim. Biroqlar og'zini osdi desa, boshqasi tomdan yiqilib tushgan derdi. Qaynonamdan bu haqni so'shga qoqardim. U kelinini nomini tilga olishni yoqtirmasdi. Bir marta ovqatlanib o'tirganimizda bilmay ovsinim haqida sopman. Musiqa qaynonamning yuzi birdan oqarib ketdi. Qo'lidagi qoshiqni dasturxonga sharaqlatib qo'yib, menga Musiqa sovuq tikildi. Uning nomini bu uyda boshqa tilga olma kelin jinligi bor edi. Oziga ozi qildi dedi Musiqa va o'rnidan turib ketdi. Qaynakam esa u juda boshqacha odam edi. Musiqa gavdasi polvonlarik, ammo ko'zlari doim bir nuqtaga tikilib turardi. Kamgap odam ko'pincha oshxonasiga kirib olib soatlab chiqmasdi. Lekin ba'zan uning nigohini o'zimda his qilardim. Musiqa oshxonada ovqat qilayotganimda, hovlini supurayotganimda orqamdan tikilib turganini sezardim. Ayrilib qaraganimda esa u shoshgancha ko'zini olib qochardi. Musiqa eng boshqacha jihati shunda ediki, u hali ham onasi bilan yosh boladek gaplashardi. Musiqa kechki ovqatdan keyin qaynakam onasining yoniga o'tirib olardi. Qaynonam uning boshini sapchlarini o'ynardi. Bizan esa qaynakam onasining oyoqlarini uqalab Musiqa o'tirardi. Bu holat menga juda erish tuyardi. Lekin onasi deb og'zimni oftardim. Qaynonamning menga munosabati yomon emasdi. Lekin mehr ham yo'q edi. Faqat buyruq berardi. Musiqa uni qil, buni qil. Em bilan gaplashib borganimdan keyin doim so'rardi. Musiqa pul jo'natmasmikin? Qarzlari bo'ynimizda turibdi. Kunlar o'tgani sari bu uydagi vaziyat meni tobora siqib qo'yardi. Musiqa oha mashhur kecha yarim tunda chanqab uyg'ondim. Musiqa tomog'im qurib olib yonardi. Xonamdan chiqib oshxona tomon yurdim. Odatda kechasi hamma ozonasiga kirib yotardi. Qaynonamning xonasi yonidan o'tganimda bir narsani payqadim. Uning eshigi odatda yopiq turardi. Lekin bu safar qiy ochiq qolibdi. Joyimda to'xtab qoldim. Nega eshik ochiq? Musiqa balki havosi demib ochib qolgandir. Lekin u hech qachon bunday qilmasdi. U ayol o'ta ehtiyotkor edi. Qandaydir bir yovuz kuch meni eshik tomonga tortayotgandek edi. Yuragim ko'p urardi. Musiqa men sekin eshikka yaqinlashdim. Ichkaridan ovoz kelardi. Past pichirlagan ovoz. Yo'q, bu oddiy pichir-pichir emasdi. Bu erkalash nozlanish ovozi edi. Qaynonamning ovozi. Ammo men uni umuman boshqa ohangda eshitayotgandim. U yosh qizdek nozlanib inglanardi. Sovuq ter bosib ketdi. Qaynonam xonasida kim bilan gaplashyapti? Nima bilyapti? O'zi Musiqa titrab qo'rqanimcha eshikka yaqinlashdim. O'zimni to'xtata olmadim. Ichimda nimadir qarama, Musiqa ket deb baqirardi. Lekin vujudim bo'ysunmasdi. Xonaga derazadan xira nur tushib turardi. Dastlab hech narsani anglamadim.
Faqat toshga qaradim, musiqa, va keyin uni tordim. Qaynonamning oppoq uzun sochlari yostiqda tosqib yotardi. Musiqa, u yalang'och edi. Deraza nuri uning oqargan tanasini xira yoritib turardi. U yolg'iz emasdi. Musiqa, uning ustida keng baquvvat yelkalar. Bu qaynakam edi. Qotib qoldim. Ko'zlarimga ishonmadim. Nafasim boksimga tiqildi. Qorayotgan narsam shu qadar jirkanch. Shu qadar dahshatli ediki, niyam uni qabul qilishdan bosh tortardi. Qaynakam onasining bag'rida. Qaynonam esa uning yelkasidan mahkam quchoqlab olgandi. Oxa paytda niyamga bir fikr chaqmoqdek urildi. Katta kelin, ofsinim. U jinniga aylanmagan. Musiqa, u bekorga og'zini osmagan. U ham buni ko'rgan. Menga o'xshab yarim kechasi chiqqan va shu manzaraga guvoh bo'lgan. Bechora nima qilishini bilmagan. Balki dod solgandir. Balki qaynakamga yopishgandir. Musiqa, qo'rquvdan butun vujudim muzlab qoldi. Orqamga qanday sarilganimni bilmayman. Musiqa, oyoq ostimdagi eski yoch poli chirlab ketdi. O'sha zahoti xonadan ovoz keldi. Kim bor bu yerda? Bu qaynakamning ovozi edi. Musiqa, men qotib qolgandim. Qimirlay olmadim, ichkarida nimadir taraqladi. Kimdir shoshib o'rnidan turayotgandi. O'zimga keldim. Bor kuchim bilan orqamga o'girilib ozonam tomon yugurdim. Eshikni yopib nafasim yetmay eshikka suyanib qoldim. Yo'lakda qadam tovushlari eshitildi. Qaynakamning qadamlari. Musiqa, ular to'xiri mening eshigim oldiga kelib to'xtadi. Men nafas olishdan ham qoqib turardim. Eshik tirqishidan uning soyasini ko'rdim. U eshigim ortida jim turardi. Shu yerdaligimni bilardi. U ponning xichirlaganini eshitgandi. Bir daqiqa o'tdi. U go'yo men nima qilishimni kutib turgandek edi. Keyin eshik dastasini sekin ushladi. Musiqa, u eshikni ochishga harakat qilardi. Lekin men eshikni quflab olgandim. So'ngra qaynonam keldi. Ular eshigim ortida turib olishgandi. Musiqa, ular pichir-pichir bir narsalar deyishardi. Keyin qadam tovushlari uzoqlashdi. Men esa eshikka suyangancha o'tirib qoldim. Butun vujudim qaltirardi. Men tuzoqqa tushgandim. Dahshatli tuzoqqa. Endi men nima qilaman? Musiqa, erim uzoqda, unga telefon qilib onangiz bilan akangiz shu ishni qildi deya olamanmi? U menga ishonadimi yoki meni ham aqldan ozganga chiqarishadimi? Musiqa,